Assalomu alaykum hammaga. Assalomu alaykum. Judayam muhim yangilik. Albatta oxirigacha eshitib Koreyadagi tanishingizga jo'natib qo'ying. Judayam foydali bo'ladi. To'g'ri. Nima bo'lganini mana opamiz boshladi. Yangiliklarga xabar berishicha, Kupang degan savdo platformasidagi ro'yxatda turgan mijozlarni 45 million mijozni shaxsiy ma'lumotlari tashqariga chiqib ketgan, ya'ni hakkerlar qo'liga o'tib ketgan. Shuning uchun biz chet elliklarda ham bor. O'sha hamma Kupang ishlatadi-ku, baribir biz ham begoogling bo'lganimiz uchun hamma ma'lumotlarimizni hech kimga bermaymiz. Boshidan bizga o'rgatilgan. ID kartalarimizni ham hech kimga bermaslik. Kupangda ID karta yoziladi, uy manzili yoziladi. Keyin o'zingiz ishlatadigan kartangizni ma'lum, xuddi mana Uzum market bor-ku O'zbekistonda. Xuddi shunaqa ma'lumotlar kirgiziladi. U ma'lumotlarda hakkerlar tomonidan o'g'irlangan hozir. Kartasida puli borlardi, pulini yechayotgan bo'lishi mumkin. Shunaqa unga yechim endi shu har tomonlama telefon raqam, adres ID kartadagi sifra, raqam barcha mutlaq shaxsiy bo'lgan ma'lumotlarda. Nima demoqchimiz? Ehtiyot bo'linglar. Kodinglarni alishtirib qo'yinglar. Koreyadagilarga tegishlik. Kartalarni naqa qilib olinglar. Alohida qilib olinglar. Kupangdan chiqarib olinglar. yoki Kupangda bo'lgan kartalarni ichidagi pulni boshqa kartaga o'tkazib qo'yinglar, bo'ldi. Boshqa kartaga olib, kodinglarni o'zgartirib qo'yinglar hech bo'lmasa. U kartani olib yana boshqa chekiga surgandan ko'ra, просто ichidagi pulni boshqa kartaga solib qo'ysalaring, agar mabodoga bu narsa olmoqchi bo'lsalaring, yana o'sha kartaga pul tashlaysizlarda, birdaniga olib olaverasizlar. Bu anusida. Keyin O'zbekistondagilarga ham unaqa tegishli bu gap. Uzum market hozir hamma foydalanyapti. Unda ham hakkerlar qilishi mumkin. Bu ehtimoldan xoli narsa emas. Katta ehtimol bilan hakkerlar shunaqa qilishi mumkin. Shuning uchun ehtiyot bo'linglar. Kartada katta summa qolgizmanglar. Nimagadir ulangan karta bo'lsa. Karta o'sha internet tarmoqlariga ulangan alohida bitta pustoy karta bo'lishi kerak har bitta insonga deb o'ylayman men. Shaxsiy o'zingiz pul to'playdigan kartangiz u mutlaq alohida tarmoqlarga ulanmagan holda saqlashingizni tavsiya qilamiz. Hammaga rahmat, sog' bo'lasizlar. Sog' bo'lasizlar. O'zinglarni ehtiyot qilinglar. Pulinglarni o'g'irlatmanglar. Bel achishgan. Shunaqa.